Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен boks жаңалықтары videoni бастамас turib arnaga tirkelib, videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар тек qana bizda bo'ladi. Arnaga tirkelib, videoga like bosуды unutmangizlar. AQShdagi Qozog'istonlik nokautning jekpe-jegi diskvalifikatsiyaga ayналды. Qozog'istonlik bokschi Sadriddin Ahmedov Meksikada Elias Espadesga qarshi sensasiyalik tan o'yindan keyin shetildi deb xabarlaydi. Esleringizga sala ketaylik, Jana Golovkin deb atalatan Qozog'istondan kelgan bokschi jekpe-jekda ayqin favorit bo'lib sanaldi және ringga senimli ko'rindi. Biroq torchilar jekpe-jekni tan tushdi deb sheshdi. Ikki qarsilash jekpe-jekni natijasida yaqin arada meditsinalik ko'rsatkichlar bo'yicha jekpe-jek o'tkazuvga tiyim soldi. Kaliforniya shtatining atletikalik komissiyasi Ahmedovni 25-savrga дейін diskvalifikatsiyaladi. Jekpe-jekda және sparringda shetlov meditsinalik sifatida bo'ldi. Sportchining qalbini kelishi uchun. Onun qarshilasi uzoq vaqt diskvalifikatsiya alganini eskiringiz. Espades 6 ayga осы yilning 16-qazonga дейін to'xtatildi. Sadriddin Ahmedov uchun Meksikalik bilan tan o'yin kasbiy mansabidagi jengishga jeta olmagan alg'ashqi jekpe-jegi bo'ldi. 15 jekpe-jekda 13 Qozog'istonlik mersimdan burun jengishga jetdi. Sensatsiyaмен Qozog'istondan AQShga Jana Golovkin jekpe-jegi oyoqtaldi. Bugan дейін o'rta salmoqdagi boksda Olim chempioni Qozog'istonlik Janibek Alimxonuli titulda tag'i bir yegeri Dominikalik Carlos Adamesga o'z tilida jugunin bo'latin. Al Qozog'istonlik futbol federatsiyasi KFF Qozog'iston quramasining anizi және jetsu jattig'uvchisi Samat Smakovni diskvalifikatsiyaladi. Bugan дейін baq og'ir salmoqda Olim chempion Alexander Usykda qattiq shayqasiz qoluvi mumkin deb xabarlangan bo'latin. Sizlarмен boks жаңалықтары bo'ldi. Arnaga tirkelib videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар тек qana bizda bo'ladi.